Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Vengriya tashqi ishlar va tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Peter Siyartoning aytishicha, Bryussel Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan Ukrainaga foyda uchun yana 800 milliard dollar olishni rejalashtirmoqda. Va buning uchun ularni ijtimoiy dasturlar hamda iqtisodiy rivojlanishdan voz kechishga majbur qilmoqchi. Uning so'zlariga ko'ra, Bryussel allaqachon yevropaliklar pulidan yuzlab milliard yevroni Ukrainadagi urushni va u yerdagi korrupsiyalashgan rejimni moliyalashtirishga sarfladi. Endi esa Kiyev yana 800 milliard dollar talab qilmoqda. Yevropa ittifoqi 10 yil davomida Ukraina davlatini saqlab turish uchun 800 milliard dollar ajratishni xohlayapti. Mudofaa xarajatlarini esa hatto gapirmayapmiz ham. Bu yaqin vaqtda Bryusselda muhokama qilinadigan eng muhim masalalardan biri bo'ladi. Yevropa ittifoqi bu 800 milliard dollarni Yevropa xalqining pulidan ajratadimi? Ayonkini buning uchun Yevropa ittifoqi barcha pullarni odamlarning, ya'ni Yevropa aholisining, jumladan vengerlarning ham pullarini tortib olib, Ukrainaga yuborishni ejalashtirishmoqda, dedi Siyarto. Vazirning ta'kidlashicha, Vengriyada hozirgi hukumat hokimiyatni boshqarar ekan, vengerlarning pullari Ukrainaga yuborilmaydi. Uning aytishicha, Bryussel Vengriya hukumatidan Kiyevni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni xohlaydi. Buning uchun esa yosh oilalar va pensionerlarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini bekor qilish, ko'p farzandli onalar uchun soliq imtiyozlarini olib tashlash, kommunal to'lovlarni kamaytirish dasturini tugatish va sog'liq saqlash sohasida qisqartirishlar qilishga to'g'ri keladi. Stavkalar juda yuqori, chunki Bryussel bu 800 milliard dollarni ukrainaliklarga yubormoqchi, ammo buni faqat yakdil rozilik bo'lsa amalga oshira oladi. Shu sababli ular bizni yo'q qilishni xohlayapti. Ular Vengriyani qo'g'irchoq hukumat qilishmoqchi. Ya'ni Bryussel talabiga ko'ra, venger xalqining pulini Ukrainaga yuborishga rozi bo'ladigan hukumat. Biz hozircha bu yerdamiz. Bu amalga oshmaydi, dedi Siyarto. Avvalroq Vengriya bosh vaziri Viktor Orban vengerlarning pullari mamlakatni rivojlantirishga sarflanishi kerakligini, ukrainalik oligarxlarning oltin bilan bezatilgan vannalariga venger xalqining pullari berilmasligini aytgan edi. 19 dekabr kuni Bryusselda YI sammiti bo'lib o'tgan edi. Sammit natijasiga ko'ra, Yevropa ittifoqi vaqtincha Rossiya aktivlarini musodara qilishdan voz kechdi va Ukrainaga 90 milliard yevro miqdorida kredit berishga qaror qildi. Xabarlarga ko'ra, Vengriya, Slovakiya va Chexiya bu kreditni ta'minlashda ishtirok etmaydi. Sammit yakunida Orban Yevropa ittifoqining Ukrainaga bergan kreditini bu qarorni qabul qilganlarning bolalari va nabiralari to'lashini, chunki Ukraina bu pullarni qaytarmasligini ta'kidlagan edi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.